Bu ikinci kısmı. Hatta ko'rib chiqibman mana uyda portlatib tashlash. Imron, men uyni buzib tashlasam. Uyda bo'lgan yo'qmi? Yo'q, men bitta uy borda, uyni oldida. Shuni buzish kerak. Xalaqit qilyapti. Buzib tashlaymiz bu uyni. Yasaganimizda. Galeni o'ldirish kerak. Pichoqni o'ylasang. Pichoq yaxshi o'ldiradi, temir, oltin. Aytdi-ku, Minecraft haqida Yusuf aka. Bolta pichoqdan yaxshi o'ldiradi dedi-ku. Bilamanmi? Bolta pichoqdan yaxshi o'ldiradi. Bolta zo'rmi? O, mana yerda keraksiz narsalar bor ekan. Hamdasi mana 3 ta mol. Oho. Kiyim yasa olsang bo'ladi. Yo'q, men kiyim yasamayman. Ovqat yeyman. Bu uy bunlarkan buzib tashlayapmiz. Men hozir Vishtak yasayman. Vishtak menda bor. Uyda ikkita vishtak bo'lib qoldi. Qanisan? Kim? Menmi? Uyda. U eski uyda yasatgan yangi uy. O'zing hayla kelyapsan, olib qo'ydim. Bu zeppa uyda yordamlashgin. Taxtani lekin qaytarib yersan. Bu kuzaversin. Olaversin o'ziga. Yo'q. O'ziga kerakli narsa yasaydi. Menga kerak bo'lib qoladi. What the fuck? Yordamlash uyni buzishga. Boltam qani? Nima qani? Boltam. Masa? Nima qilamsan? Boltam qoldi. Aldadim, mana bu verstakni ichida ekan. Verstakni ichida? Vishtakni olaymi? Qolgan taxtalar senga. Sog'a. O'zi kam bersang. Bo'tmisan? 6 dona ekan. Nima? To'xta, verstakni ber. Narsalar yasab olay. Shaxtaga tushaman. Shaxta? Shaxta nima bu? Yasayapman men. Shaxta urushmi? Uyindan chiqarib o'taman. Yasayapman men, qiz. O'ziga meni urding. Qattiq. Jonim og'ridi meni.